Taniysizlar, bu isqirtni olib borib 10 sutkaga qamashibdi. Men xafa bo'lgan joyim, buni 10 sutkaga qamashganiga xafa bo'ldim. Buni ma'muriy emas, jinoyat ishini qo'zg'ab, bilan kutiga butilkani tiqish kerak bu isqirtlarni. Internet tarmoqlarida faxshni targ'ib qilayotgan Jafar ismli 10 sutkalik qamoq jazosi bilan jazolandi. Sababi u basseynda yalang'och qizlar bilan suzayotgan videosini Instagram tarmog'iga joylagan va bu video ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan. Shundan keyin unga tegishli choralar ko'rildi va ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Bu akamizning bu Jafarga bildirgan fikrini berishdamiz. Bu isqirtni taniysizlar, bu isqirtni olib borib 10 sutkaga qamashibdi. Men xafa bo'lgan joyim, buni 10 sutkaga qamashganiga xafa bo'ldim. Buni ma'muriy emas, jinoyat ishini qo'zg'ab, bilan kutiga butilkani tiqish kerak bu isqirtlarni. Inson valat zinoligini qayerdan bilsangiz bo'ladi desa, qilyapgan pastupkasidan bilsangiz bo'ladi valat zinoligini deyilgan. Insonni pastupkalariga qarab bilib olasizlar-da kimligini, qanaqaligini. Yana bir ikkita isqirtlar bor haligi. Jalablarning oldiga borib, narkomanlarning oldiga borib telefoningiz nech pul deydi. Telefonim 50 ming. Menga qarinjalla bu nima deyapsan? Yani bolam xayr, kichkina bola. Deb balki bir o'zidan o'zi obraz o'ynab, balki bir bolalarni qilib olib chiqqan bir isqirtlar bor. Ularni ham olib borib maksimalni qamashga qitib urib, telefonim ekrani silib qoldi. Hurmatli vatandoshlar, bunaqa sharafsiz millatini qadriyatlarini yer bilan bita qilayotgan bunaqa isqirtlarni o'zimiz ushlab, nafaqat bilan jinoiy ish qo'zg'ab emas, o'zimiz yo'lga to'g'ri solishimiz kerak. Mahalla uydagilar va isqirt baxtiga nima qilyapsan? Qadaringga la'nat, haromini bolasi deb turib ushlab ana qilish kerak edi. Bittadan like bosib bunaqa isqirtlarga boykot berib qo'yinglar.